Assalomu alaykum aziz obunachilar, do'stlar, akalar, opalar. Mana bundan bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarga Jizzax viloyati Zafarobod tumani Qishloq fuqarolar yig'inida Mustafojonning jigar plantatsiyasi, ya'ni jigar sirozi tashxisi bilan og'riganligi haqida video chiqarib ehson etgandik. Sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz natijasida xalqni birlashishlariga, birlik qishloq fuqarolarining jamiki O'zbekiston xalqining qilgan ehsoni yig'ilgan summa 510 million so'mni bizlar 4 kun davomida yig'dik. 4 kunda 510 million so'm pul yig'ildi. Mana aeroportdan hozir Muhammad Mustafoni kuzatyapmiz. Sana Mustafa videolar to'liq tafsiloti bor, qo'yib o'tamiz do'stlar. Hammaga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Ehson qilganlarga Alloh 10 barobar qaytarib ehsonni qaytarsin. Ehsonning mukofoti ehson. Mergan ikki kanalni ham qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun ming marta rahmat. Pardashkadamiz do'stlar. Doim men ham sizlarga pardashkadaman. Mustafoni duo qilib turamiz. Mana shu kommentariy orqali Mustafoni Turkiya davlatidan operatsiya jarayonidan omon-eson qaytib kelishini Xudodan, Allohdan, yaratgan zotdan so'raymiz do'stlar. Videolarimizni boshlayapmiz. Mana Mustafo, biz ehson qilgan, biz qo'llagan Mustafo. Do'stlar, mana qahramon qani? Saydi mana o'zi olib tur. Saydi. Hey! Biarkan geçsin. Hemen silah Oke kamera. Mana kahramanımız bize de yapmış. Hey! Mana kahraman. Do'stlar, mana shu taqoqqa ehson qilganlar. Alloh o'z davriga olgan bo'lsin. Hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa omon-eson mana shu aeroportda chaqaloqimizni kutib olamiz. Qani onasi? Yig'lab bergana. Rahmat hamma yordam berganlarga. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Birlaringga ming bersin. Yaxshi boringlar. Bo'pti. Bo'pti berkat. Xudoning o'zi qo'llasin, o'zi qo'l o'z panohasi, o'z yo'lbarsini oldi. Alloh akbar. Minalloh. Mustafa. Do'stlar, mana sizlarning yordamlaring bilan Mustafoni bizlar Turkiyaga jo'natyapmiz. Mana shunday birlashib, mana shunday bir-birimizga poddeshka qilib go'zal jamiyat yaratsak bo'ladi do'stlar. Kim nima ehson qilgan bo'lsa, Alloh hammaga ming barobar qilib qaytarsin. Mana shu go'dagimizni Xudo xolasa mana shu aeroportda omon-eson sog'lom holda kutib olamiz. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Mustafa. Mustafa. Yaxshi ketadi Xudo xolasa. Endi duosini olgan bola yaxshi bo'ladi, ha? Mana qahramonlar. Aeroport. Mana do'stlar, chaqaloqimiz o'sha qahramon.
Aeroport ichidamiz. Mana Bekzod. Menga qarang. Ey, kim xafa qildi buni? Mana o'sha qora. Voy. Seryozni bo'lami bu? Mustafa. Mana o'sha qahramonimiz. Bu yaxshi bo'lib ketadi xudo xolasa. Ha, Mustafa? Mana Mustafa'miz. Mana o'sha qahramon. Mustafa. Sen fakat yıkılan ekansan da ya. Yaman bir yıkılan kız ekansan da. Böyle. Mayli, Zamira yaxshi yetib olinglar. Mustafa. Bola. Biz seni kutamiz ha? Hayır. Bo'pti, yaxshi boringlar. Voy do'stlar, mana kirdi, hamma kirdi mana. Bekzod, ishing omad. Yaxshi boringlar. Birinchi marta yig'layapsiz menda. Mana registratsiyaga ketdi do'stlar. Mana videomizni shu yerda yakunlaymiz. Ehson qilganlarga o'sha 506 million, ya 510 million so'm pulni yig'ishda faol ishtirok etgan Mergan kanalining obunachilariga, Birlik qishloq fuqarolar yig'iniga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Doim mana shunday birlashib, birlikda bo'lib yurishiga tilakdoshman. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Mana sizlar Ehson qilgan chaqaloq. Mana ketyapti mana. Ey Mustafa. Mustafa. Hamma hayron bo'ldi. Qayerga keldim ekan bu deyapti. Zamiraga bo'ldi. Biz seni shu yerda hech kutib olamiz, ha, xudo xolasa, ha? Pasportni tekshiramiz. Omadlaringni bersin. Mana kuzatdik do'stlar. Bir de kullanmışlar bir yerde. Xudo xolasa. Sonra kaçtığını ondan da kaçıyor. Buna kullanıyor. Arkasından yürüp yemek aldı çıkıyor.